O'zbekistonda hokim bo'lish qiyinmi yoki hokim bo'lib qolish? Har yili ayrim hokimlar ishdan olinadi. Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni ishdan oldim. Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Ayrimlari uzoq hududga yuboriladi. Andijon 25 ta, Buxoro 24 ta, Jizzax 12 ta, Qashqadaryo 32 ta, Navoiy 8 ta, Namangan 12 ta, Samarqand 8 ta, Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor biz. Ba'zilar esa bir tanqid, bir xato yoki bir keskin yig'ilishdan keyin kursisi bilan xayrlashadi. Tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Xorazm viloyatining hokimi janob Ermanov kommentariy, mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana kommentariy sanga va sanga o'xshagan noinsoplaringga. Lekin shunday amaldorlar ham borki, ular uchun hokimlik go'yo vaqtinchalik lavozim emas. Ular bir hududdan boshqasiga o'tadi, ammo hokimlik kursisi qo'ldan ketmaydi. Ayrimlari 10 yil, ayrimlari 20 yil, ba'zilari esa chorak asrdan buyon boshqaruv tizimining eng yuqori pog'onalarida qolib kelmoqda. Bugun biz ana shunday hokimlar haqida gaplashamiz. Bu ularning oddiy tarjimai holi emas. Bu qanday qilib ayrim amaldorlar o'nlab yillar davomida hokimlik kursisini saqlab kelayotgani haqida. Xo'sh, bu tajriba natijasimi, siyosiy ishonchmi yoki tizimning o'ziga xos qoidalarimi? Albatta siz ham fikringizni izohlarda yozib qoldiring.